qovog'ingiz tushib ketdimi va operatsiya qilishni o'ylanyapsizmi? Shoshmang. Buni yuz massaji yordamida ham ko'tarish mumkin. Chunki bir vaqtlari meniki ham shunaqa edi. Hozir esa ko'rib turganingizdek u qovoqdan hech nima qolmadi. Ko'rishingiz mumkin, operatsiya ham qilmadim. Hammasi yuz massaji va mashqlar yordamida bu natijaga erishdim. Sizga ham bu mashqlarni, massajlarni o'rgatmoqchiman. Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz va tabiiy yo'llar yordamida yosharasiz. Demak, qovoqni ko'tarish uchun boshidan ko'zimiz atrofiga krem suramiz. Krem surayotganingizda tashqaridan ichkariga va ichkaridan tashqariga harakatlantiring. Endi bu tarafni qovoqning osilishi bir qancha sababi bo'lishi mumkin. Sog'liq tarafdan yoki bu oddiy shish bo'lishi mumkin. Ya'ni suv to'planish natijasida qovoq og'irlashib pastga tushadi. Yoki mushaklarning siqilishi natijasida, mana sizlarga ko'rsataman, bosh mana shu yerdagi qismdagi mushaklarning spazmi ham qovoq tushishiga sabab bo'ladi. Mana qarang. Ko'rdingizmi? Xuddi shu narsa sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni mushaklarning, bosh mushaklarining, peshona mushaklarining spazmga kirishi qovoq tushishiga sababchi bo'la oladi. Shuning uchun men har safar sizlarga maslahat beraman. Boshida lentamdagi bosh va bo'yin mashqlarini, ya'ni baza mashqlarini har kun bajaring deb maslahat beraman. Hozir ham shuni aytmoqchiman. Boshida baza mashqlarini bajaring, so'ngra esa qovoq uchun mashq va massajlarni bajarishingiz mumkin. Endi massajlarga o'tamiz. Ko'zimizdan boshlamaymiz. U ko'zimizni ustiga tushishiga sabab bo'lib turuvchi peshona va mana shu qismdagi mushaklarni massaj qilamiz. Boshladik. Mana sochimiz boshlangan joyini mana shu harakatlar bilan massaj qilamiz. Ikki, 3 marta massaj qilib chiqamiz. Ozgina bosim bilan. Endi mana shu chakka qismdagi mushakni mana shu harakatlar bilan bo'shashtiramiz. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, men bilan massaj qilishni boshlang. Endi peshonaga o'tamiz. Mana shunaqa qilib qoshni ustiga qo'yamiz qo'llarimizni. Aylana qilib massaj harakatlarini bajaramiz. Qoshni ustidan boshlaymiz va sochimizda tugatamiz. 3-4 marta bajaramiz. Endi mushtimiz bilan mana shunaqa qilib massaj qilamiz.
Xohlasangiz ikki qo'lingiz bilan. Bu qoshimizni tagida mana bosh barmog'imizni qo'yib, mana shunaqa qilib siljitamiz. Oxirigacha mana. Ozgina boshingizni egiltirasiz pastga va massaj qilasiz. 4-5 marta yetarli. Endi mashq qilamiz. Mana shu ikki qosh o'rtasini fiksatsiya qilib, tutib olib, qoshlaringizni ko'tarasiz mana. Faqat qoshlarni. o'n 15 marta bajaring. Endi kaftlarimizni qoshlarimizni ustiga qo'yamiz. Fiksatsiya qilamiz. Qattiq tutib olasiz. Va pastga qaraysizda ko'zingizni yumishga harakat qilasiz. Mana. Qoshlarni fiksatsiya qildik. Ozgina teparoq ko'tarsangiz ham bo'ladi qoshingizni. Faqat ko'p ko'tarib bormang va pastga qarab ko'zingizni yumishga harakat qiling. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ko'z atrofini mana shunaqa qilib tutib turasiz va yumib ochasiz. Ko'z atrofidagi mushaklarni siz his qila boshlaysiz tutib turganingizda. Ular mana bunaqa qilib, naprigatsiya qilib bo'shashadi. His qiling, shunga e'tibor bering. o'n 15-20 marta bajarasiz. Endi ko'zingizni qattiq yumasiz va ochasiz. Bu ko'rsatgan mashqlarimni, massajlarimni haftada 3-4 marta bajarsangiz yetarli. Mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.